Tanangizga virus yoki bakteriyalar hujum qilganda, u kurasha oladigan maxsus armiya bilan o'zini himoya qilishi mumkin. Bu armiya immunitet tizimi deb ataladi. Keling, yaqindan ko'rib chiqamiz. Immunitet tizimi turli xil hujayralardan iborat bo'lib, ularning barchasi infeksiyalarga qarshi kurashish uchun birgalikda ishlaydi. Hujum qiluvchi virus yoki bakteriyani sezgan birinchi hujayralar bu dendritik hujayralardir. Siz ularni qo'riqchilaringiz, birinchi himoya chizig'i deb atashingiz mumkin. Bu qo'riqchilar hamma joyda, shu jumladan qoningizda, teringizda va mushaklaringizda. Ushbu hujayralarning vazifasi qolgan armiyani hujum haqida ogohlantirishdir. Qo'riqchi dushmanni aniqlaganida, u sizning immunitet tizimingizning markaziy nuqtalari bo'lgan limfa tugullariga yuguradi. Bu yerda u T hujayralari deb ataladigan boshqa hujayralarga bosqinchi dushman haqida hamma narsani, shu jumladan uning ko'rinishini aytib beradi. Endi T hujayralari buyruqni qabul qilib, bosqinchi dushman haqidagi ma'lumotlarni B hujayralari deb ataladigan piyoda askarlarga uzatadi. B hujayralari ma'lumotni ushbu dushmanga qarshi kurashish uchun maxsus ishlab chiqilgan antikorlar deb nomlangan qurollarni yaratish uchun qo'llanma sifatida ishlatadi. B hujayralari endi limfa tugullaridan jang maydoniga o'tadi va u yerda dushmanga antikorlar otadi. Antikorlar tanaga kirganda ular bilan bog'lanib, dushmanni zararsizlantiradi. Antikorlar shuningdek neytrallangan dushmanni yeydigan fagotitlar bilan kurashish uchun boshqa turdagi hujayralarni jalb qilishi mumkin. Ba'zi B hujayralari kelajakda dushmanni mag'lub etishga o'rgatilgan faxriylarga aylanadi. Agar tanangizga yana o'sha virus yoki bakteriya hujum qilsa, faxriy B hujayralari bu safar virusni kasal bo'lishingizga olib kelishdan oldin uni to'xtatish uchun yanada samarali antikorlarni tezda yaratishga tayyor.